Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Uy bekasi kanaliga xush kelibsizlar. Bugun 15 fevral, deyarli erta bahordamiz, xudo xohlasa. Qish kunlari ham tugashiga sanoqli kunlar qoldi. Endi shu bugun gullar mana chanqab turibdi. Taglari quruq. Endi ularga suv berishimiz kerak. Ularning ildizi mustahkam bo'lib, har xil kasalliklarga chalinmasdan bahorga yetib olish uchun bugun gullarga foydali kokteyl tayyorlaymiz. Buning uchun mana bu yerda 1,5 litr yomg'ir suvi menda turibdi. Xona temperaturasida 1,5 litr suvga biz mana Perix vodorod har qanaqa aptekalarda sotiladi. Hammanglar bilasizlar. Mana 3%lik Perix vodorod. Bundan 1 litr suvga 1 choy qoshiq quyamiz. Mana 1 choy qoshiq. Endi hozir bu yerda menda 1,5 litr suv bo'lgani uchun 1,5 choy qoshiq Perix quyamiz. Mana 1 choy qoshiq Perix soldim. Yana yarim choy qoshiq solamiz. Mana yarim choy qoshiq aralashtiramiz. Endi bunga biz yod solamiz. Mana qanaqa ko'rsatyaptimi? Telefonga tushish qiyin bo'lyapti. Mana yod rangidan ham bilib turibsizlar. Nimagadir telefon unaqa yaxshi ko'rsatmayapti. Balki yorug'lik tushayotgandandir narigi tomondan. Endi bundan 1 litrga 1 tomchi solamiz. Hozir menda bu yerda 1,5 litr suv bo'lgani uchun bunga 1,5 tomchi qila olmayman albatta. 2 tomchi solamiz yod. Mana yod 2 tomchi solamiz. Bitta, ikkita. Aralashtirib yuboramiz. Shu pipetgani ham aptekadan oldim. Yo 1000 so'm yo 2000 so'mga. Endi bu gulchilarga juda ham foydali. Bundan kattarog'i ham bo'ladi. Endi men borgan paytda yo'q ekan kattarog'i. O'shaning uchun men shunisini oldim. Tomchilarni o'lchashga juda ham qulay narsa. Mana endi yaxshilab aralashtirib yuboramiz. Suvni mana fikus benjamin gulim. Buni men 3 tasini bitta tuvakka ekkanman. Bularni pastiga o'rib shakl berish uchun orasiga buni penoplast qistirib qo'yganman. Endi mana pastidagi bu shoxlichalarini men bahorda olib ko'paytirishga qo'yaman. Hozircha tanasida o'sib tursin. Mana pastidagi mana kattaroq shoxini ham olib ko'paytirishga qo'yaman. Keyin bu yog'ini yana o'rishda davom etaman. Endi bu gulimizga bismillahirrohmanirrohim. Mana o'rtacha tuvak, unaqa katta emas, kichkina emas, taxminan 1 litr atrofida plus minusi bilan. Mana endi bunga bularga 1 piyolacha suv quysak yetadi. Mana shu idishimiz ham taxminan 1 piyoladan kam yo sal ko'proq bo'lishi mumkin. Mana juda ham chanqab turibdi. Mana quyamiz. Bu tabiiy ozuqa hisoblanadi. Ildizlarni kuydirmaydi. Bunga oldin suv quyib, keyin buni qo'yishimiz shart emas. Mana chetlarini aylantirib quyaman. Ildizni hamma tomonidan suv ichadi. Bu kichikroq idish tuvak bo'lgani uchun bunga bitta idishni o'zini quyaman. Mana endi kalanxo'ya gulim. Mana buni men qalamcha qilib ko'paytirgan edim. Cherinka qilib. Yaxshi holatda ichiga 3 ta 4 ta tup ekkanman kichkinalardan. Mana jasmin gulim. Mana bargi bilmadim nima sababdandir shunaqa kuyib qoldi. Hozir unaqa kuydiradigan quyosh yo'q.
o'sha hayronman nimaga unaqa bo'lganiga, lekin yaxshi holatda bu yil qish bo'yi yaxshi o'sdi. Mana bunga ham bitta idishda qo'yamiz. Juda ham chanqab turibdi, juda ham. Endi bu gullarga mana sprey qilamiz. Bu ozuqa kokteyl. Gullarga ham ildizidan qo'yamiz. Quyiladi. Ham barglariga sepiladi. Hozir bu gullarga juda ham foydali. Qanaqa foyda berishlarini men sizlarga hozir aytib o'taman. Mana endi sprey qilib gullarimizni sepamiz. Hamma gullarga ildizidan beramiz. Barglariga sepamiz. Ishoning, gullar mazza qiladi. Men hali boshqa gullarimga yana tagiga qo'yaman, barglariga sepaman. Mana hozir bu perix vodorod bilan yodni qanaqa foydalari borligini aytib o'taman. Bilganlarimni tindirilgan iliq suv xona haroratda bo'lishi kerak yoki yaqinda shiddatli yomg'irlar yog'di, hammamizni xursand qildi. Xudo xolasa dehqonchilikka, chorvachilikka baraka bersin Allohim. Va shu qatori xonadagi gullarimizga ham bu suvni juda ham foydasi yaxshi. Endi bu 1 litr suvga 1 choy qoshiq perix vodorod solinadi, 1 tomchi yod solinadi, sepiladi, ildiziga quyiladi. Bu birinchidan profilaktika, har xil kasallikni oldini oladi, immunitetini ko'taradi. Birinchidan bu. Ikkinchidan berayotgan dorilarimiz yaxshiroq so'riladi. Ildiz perix vodorod ildizni kislorod bilan juda ham yaxshi ta'minlaydi. Bu demak, ildizi mustahkam bo'lib, yaxshi o'sadi. Keyin har xil zararkunandalarni ular tushishini oldini oladi. Buni dozasini ko'paytirmanglar, iloji boricha o'sha 1 litr suvga o'sha 1 choy qoshiq perix, bitta tomchi yod, bu normal holat, norma deb hisoblayman. Bu har oyda 1 marta beriladi. Buni erta tongda yoki kechqurun bajariladi bu ishlar. Quyosh baribir chiqadi, o'sha barglarni kuydirib qo'yish mumkin. Ertalab yoki kechqurun qilinsa, juda ham foydasi yaxshi, har qalay barglari himoyalangan bo'ladi. Keyin sepayotganda mana gullariga tegdirmaslikka harakat qilinglar. Faqat barglariga sepiladi. O'zi umuman mana geronga ba'zilar aytishadi, barglardan suv sepmanglar deyishadi. Bilmadim nima sababdan, men har doim sepaman. Faqat gullarga tegib ketmaslikka harakat qilaman. Endi sizlarga bitta life hack. Mana men jasmin gulim. Bu yana balanga o'sadi. Endi men buni chiroyli, mana shu simni ustiga ip o'rab, chiroyli qilib bunga shakl bermoqchiman. Mana hozir telefonga bu katta ko'rinish qiyin bo'lyapti mana. Endi mana to'qiydigan ip. Hozir men o'rab olaman shu simga. Sizlarning ortiqcha vaqtinglarni olmaslik uchun o'rab, keyin sizlarga ko'rsataman. Mana ip bilan o'rab, mana tuvakka joylab oldim. Mana oddiy to'qishda ishlatiladigan ip. Endi buni chiroyli qilib shu yerga boylaymiz. Chunki jasmin hali o'sadi. Bunga albatta shunaqa tirgovich kerak edi. Mana hozir boylab qo'yamiz chiroyli qilib. Mana buni boyladim. Endi sekin o'sishiga qarab yana boylab shu arkani to'ldirishga harakat qilaman. Shu video rolik orqali uzr sizlarga qanaqadir
motivatsiya bera olgan bo'lsam, nimalarnidir o'rgata olgan bo'lsam, eslata olgan bo'lsam, juda ham xursand bo'laman. Albatta, mendan yaxshiroq, mendan zo'r biladigan shu gullar dunyosining olimlari bor. Men albatta ular darajasida bilmayman, lekin uyda uy bekasi sifatida o'zim bilganlarimni, qo'limdan kelganlarimni sizlarga ko'rsatishga harakat qildim. Xudo xohlasa, mana ro'za-oy Ramazon oylari kunlari yaqinlashib kelyapti. Albatta har birimiz imkon qadar namozlarda, 5 vaqt namozda polvon bo'lib, el qatori, ko'p qatori o'sha ro'zalarni tutishlik hammamizga nasib qilsin. Iloyim shu ro'za oylari hammamizga xayrlik kelsin, barakotlik bo'lsin, yaxshi amallarni, yaxshi ishlarni bajarishda bizlarga hamdam bo'lsin deyman. Yana g'oyibona uchrashguncha Allohga omonat bo'linglar.